O'zbekistonga anomal sovuq kirib kelmoqda. O'zgidromet 2025-2026 yilgi qish bo'yicha prognozini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi qish bir xil kechmaydi. Ayrim hududlarda odatdagidan iliqroq, ayrim joylarda esa keskin sovuq bo'lishi mumkin. Eng kuchli sovuqlar yanvar oxiri, fevral boshiga to'g'ri kelishi taxmin qilinmoqda. Yog'ingarchilik esa me'yoridan oshmaydi. Dekabr oyi me'yordan 1-1,5 darajali iliq bo'lishi kutiladi. Dastlabki kunlar kuzga o'xshab yumshoqroq kechadi. Kechasi 0 dan 5 daraja, kunduzi 10 dan 15 daraja. O'rtalarga borib harorat barqarorlashadi. -5 darajagacha sovish ehtimoli bor. Yog'ingarchilik me'yorda bo'ladi. Yanvar oyi umumiy hisobda me'yorga yaqin bo'ladi, ammo juda o'zgaruvchan. Kechasi +8 darajadan -8 gacha, kunduzi +15 darajadan -2 gacha tebranib turadi. Eng sovuq davr yanvarning 3-10 kunligi. Shu paytda kechalari -2 dan -17 daraja, kunduzi esa -5 darajadan -10 darajaga bo'lishi mumkin. Nukus va Urganchda sovuq -20 dan 25 darajaga kuchayishi mumkin. Fevral oyi boshida yanvardagi kabi sovuq bo'ladi. Kechasi -5 dan -10 daraja, kunduzi esa -3 dan +2 daraja iliq bo'ladi. Ikkinchi 10 kunlikdan boshlab havo asta-sekin isiydi. Kechalari -2 dan -7 darajadan +8 darajagacha, kunduzi esa +18 darajagacha ko'tariladi. Janubda ba'zi kunlar +8 daraja ham bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik me'yorda bo'ladi.